taniqli fotomusavvir Abdug'ani Juma haqidagi hujjatli filmni tasvirga olishdan oldin juda ko'p o'yladik. Mulohaza yuritdik. Haqiqatan ham bugungi global dunyoda fotograf, ya'ni fotomusavvir kasbiga ehtiyoj bormi? To'g'ri, bir paytlar uzoq qishloqlarga fotoapparat ko'targan suratchilar borib qolsa, odamlar ularni oldida parvona bo'lganlar. Chunki shahar yoki tuman markaziga rasmga tushishga borish imkoni bo'lmaganlar uchun fotografning qishloqqa kelishi katta hodisa sifatida qaralgan va ehtiyoj kuchli bo'lgan. Bu endi kechagi dunyo bilan bog'liq manzaralar edi. Bugun dunyoning qiyofasi o'zgardi. Bugungi dunyo kechagi dunyo emas. Bugun qo'limizdagi telefon bilan nafaqat gaplashamiz, balki u orqali turli xil ko'rinishlardagi xohlagan paytdagi holatlarni rasmga olishimiz mumkin. Shu bilan birga video lavhalar ham tushirishimiz mumkin. Ana shunday davrda fotografga, fotomusavvirga ehtiyoj qoldimikan degan savol ko'nglimizda o'tdi va bugungi hujjatli filmimiz qahramoni Abdug'ani Jumaning ijodiga nazar tashlash barobarida ana shu kasbga bugun ehtiyoj bormi yoki yo'qmi degan savollar atrofida millatimiz oydinlari, ziyolilarining ham bu boradagi mulohazalariga quloq tutdik. Haqiqatan ham fotografga, fotomusavvirga bugun hayotimizda ehtiyoj bormi? Bundan xavotir oladiganlar juda ko'p. Shu yerda biz yoshlar ko'p yig'ilgan paytlarimizda bu masala 2-3 yil burun ko'tarishib to'polon qilishgan hattoki-da. Chunki bu nima bo'ladi bu yo'g'i? Shunda xalqaro ko'rgazmalarda mana shu sun'iy intellekt bilan qilingan ishlarga hatto mukofot berilgan paytlari ham bo'ldi. Bir fikrni aytaman, bu fikrimda qolaman. Bu bilan men hozirgi yoshlarning ko'pchiligiga qarshi chiqqan bo'laman. Bilasizmi? Asl ma'noda lentalik deymiz. Ana bu fotografiya haqiqiy ijod fotografiyasi. Mana shu ustaxonamga qarasangiz, asosiy hamma suratlar fotoplyonkadan olingan. Yo, unda ijod qilish imkoniyati darajada keng. Fotografiyani juda nozik hislar bilan qabul qiladigan o'ta bir differensial, kichik farqlanadigan ranglar bor. Avvalgi an'anaviy fotografiyada juda kuchli. Bunaqa savolda nima deydi? Ehtiyoj bormi deb qo'yish noto'g'ri bo'ladi. Chunki oddiy mana fotograf bilan fotojurnalisti, fotorassomni farqlarini ustoz aytib berganlar, o'zi qanaqa bo'lishini. Fotograf sizni bir joyga qotirib qo'yib, chiroyli qilib rasm tushirish mumkin. Lekin fotojurnalist qotirib tushirmaydi-da. Va hayotni berish kerak, jarayonni berish kerak. Endi ko'pchilik mana e'tibor bering, yo'llarda "Men tushiryapman, jim turinglar" deydi. Endi hamma ko'zini katta-katta ochib, ko'zim yumilmayaptimikan deb haligi esdalik uchun rasm. Esdalik uchun rasm emasda jurnalistika. Jurnalistika hayot. Hayotda hamma murakkabliklari bo'ladi. Muammosi ham bor, ichida quvvatchi ham bor. Shuning uchun bu hech qachon yo'qolmaydi fotograf. Balkim fotograflar bugungidek ham kamera bilan, masalan, hozir foto apparatlarimiz kamera, ya'ni video ham olyapti. Shunaqa universallashib ketishi mumkin, lekin fotojurnalistika menimcha yo'qolmasa kerak. Bugun qaysidir ma'noda fotograflarni jamoatchilikning ichidagi o'rni sushayganga o'xshaydi. Qaysi ma'noda? Bugun qarasangiz, kimning qo'lida telefon bo'lsa, hamma surat olyapti. Tog'da ham olyapti, bog'da ham olyapti, bola ham olyapti, katta ham, chol ham, hajga borganlar ham bir-birini selfi qilib yotibdi. Go'yo mana shu. Buning uchun alohida foto san'atkor bo'lish kerakmikan, yo'qmikan deydigan savollar ham ba'zan allaqaysi boshlarda aylanishi mumkin. Chunki bunday savol faqat fotograflarga aloqador emas. Bu adabiyotga ham aloqador. Bu jurnalistikaga ham aloqador. Bu ona tilimizga ham aloqador. Axloq odobimizga, ma'naviyatimizga, ma'rifatimizga ham to'la aloqasi bor bo'lgan savol. Chunki bugungi kunda mana gazeta kerakmi, yo'qmi? Savol aylanib yuribdi. Nima qilamiz? Qo'limizda hamma narsa turibdi. Shunday bossang, dunyo yangiliklari senga salom berib tursa, qaysidan nima qilamiz deydigan juda katta amaldorlar ham bor, kichik odamlar ham bor. Xuddi shunday ham yozuvda nima kerak edi hozir? Chiroyli yozuvdi, husn xatni yoki imlo xatolarni telefoningda o'qiganingda sen uni to'shga berilgan qaramaysan-ku deydigan narsalar ommalashib ketyapti. Va bu hammasi aylanib kelib boyagi ma'naviyatimizga borib taqaladigan juda katta savol bu. Bu savol haqida foto yoki fotograf kerakmi yo'qmi deydigan savol atrofida ana shunday keng mulohaza qilishimiz kerak va muhokama qilishimiz kerak. Bugun
bugun. Telefonda oladigan, havaskorlik uchun oladigan yoki shunchaki o'zi uchun yoki qaysidir tashkilot uchun oladigan suratlarni olaversin odamlar. Bunga qarshilik yo'q. Lekin u haqiqiy foto san'atga emas. Abdug'ani Jumani suratlarini taqqoslasangiz, ana o'shanda nimaligini anglaysiz. San'at nima-yu? Bu haligiday olingan ermak uchun olingan foto nimaligini shunda odam anglaydi. Vaqt tezlashib, odamlar va jamiyatning qiyofasi keskin o'zgarayotgan, global degan so'zga tinimsiz urg'u berilayotgan, kechagiga mutlaqo o'xshamay borayotgan bugungi dunyoda fotografga ehtiyoj qoldimi degan surishtiruvimizga munosabat bildirildi. Demak, nafaqat foto san'at, balki samimiyat va ijodiy yondashuvga asoslangan san'at turlari yashayveradi. Chingiz Aytmatov biz bolalikdan uzoqlashgan sayin samimiyatdan uzoqlashib boramiz degan edi. Shuning uchun bo'lsa kerak, 3-4 yoshimda eshitgan ertaklarim va bolalikda muhrlangan xotiralarim hamon men bilan birga yashaydi deydi Abdug'ani Juma. Ayniqsa erta bahorda maysaning tuproqni yorib chiqishi, yomg'irdan so'ng qatqaloq yerdan asta ko'tarilishi meni cheksiz hayratlar olamiga oshno etgan. Bo'lg'usi foto musavvirning bolalikdagi ana shunday samimiy kuzatishlari uning qalbida foto san'atga muhabbat uyg'otgan bo'lsa ajab emas. Abdug'anini uzoq yillik mehnati haqida gapirishdan oldin bitta narsani yana bir eslamoqchiman. Biz Abdug'anini hazil chin aralash shayx deymiz. U shu so'z Abdug'aniga juda yoqadi. Yoqishini ildizi kunlarning birida, bunga ancha yillar bo'lib ketdi. Rahmatlik Abdulla Oripovning uyiga bordik Do'rmonga. Do'rmonda gap aylanib kelib adabiyotdan, hayotdan, oxiri foto san'atiga taqaldi. Shunda Abdulla akam Abdug'anini haqida gapira turib, Abdug'ani uka dedilar. Siz nafaqat foto san'atkor, siz nafaqat fotograf, taniqli fotograf, siz fotograflarda shayxsiz dedilar. Bu Abdulla aka buni shunchaki hazil-huzul tarzda emas, juda jiddiy qilib aytdilar. Va shayx nima, uni nima uchun hurmat qilinadi degan so'zga juda ko'p izoh berdilar. Va shundan buyon Abdug'ani shayxim, hazratim desak juda ko'ngli ko'tariladi, yayraydi. Bu maqtov uchun emas, bu so'zni Abdulla aka tomonidan aytilganligi va shu narsa unga munosib ekanligini o'zi ham sezadi shekilli. Endi bunday maqomga erishish va xususan Abdulla akadek ulug' bir insonni mana bunday e'tirofiga erishish bu uncha-muncha ijodkorga nasib etadigan maqom emas. Abdulla aka har bir uchragan masalan kichkinagina bir niholni bu chinor demas edi. Hammasini o'zining nomiga qarab nom berar edi. Va shu Abdulla aka Abdug'ani Jumaga ham sen shayxsan deganlarida mana shu narsalarda, ya'ni uni juda katta foto san'atkor ekanligini nazarda tutib aytgan edilar. Birinchi kursga o'qishga kirganda odatda eng zo'r o'sha paytda Zenit degan fotoapparat bo'lardi. Shu yerda Zenit olganman, misol uchun shaqirish chuqur bilan ish bitmasligini aniq anglaganman-da. Bu paytlari ya'ni plyonka ishlatardik, foto plyonka. Ustoz ko'rish kerakligini anglaganman-da. Shuning uchun izlab o'sha paytda o'zbeklar ichida, ruslar ichidan juda ko'p edi, yahudiylar, ruslar juda ko'p edi. Lekin ular hech qaysi etagini tutqazadigan odamlar emas edi. Mana shu kishi Abdug'ani aka 90-yillarda etaklarni tutkazganlar. Endi tutkazganda ham juda ham mashaqqat bilan bu kishi ham o'sha o'rislarning ichidan yashash uchun kurash bilan chiqqanlarda, mana shu o'zini ko'rsatish uchun o'zini texnikasi, mana foto texnikasi, san'ati, har darajasini aniqlash, ularning qatoriga kirish juda mashaqqat bo'lgan. Lekin o'sha jarayonlarda keyin xo'p deganmiz. Mana hozir ko'rib turibsizlar, mana chiroqlar bor. Bu chiroqlar boshqacha bo'lardi u paytlarda. Katta-katta bo'lardi. O'shalarni biz ko'tarib yurardik.
talaba jurnalist, u kishi fotoapparat, sumkalari, uni ichida ashqal-tashqal boyagi chiroqlari ko'p bo'lardi. Abdug'ani akani qachondan taniganimni o'zim ham bilmayman. Yoki asrlar bo'lganda edi. Chunki yosh ijodga endi kirib kelgan paytimizdan o'sha paytda ham Abdug'ani aka bugungi kungi Abdug'ani aka Jumayev edilar. O'sha haligi o'zlarini foto instrumentlarini yelkalariga osib olib, doim bir nima deydi, shijoat bilan xuddi qaynar bir buloqdek qaynayotgan insonni tasavvur qilaman. O'sha paytlarda tanishganimizda bizani ko'p asarlarimizni nashr qilinadigan, albom qilinadigan, kataloglar qilinadigan ishlarimizni ko'plarini suratga olardilar. Vaholanki bu ham hech narsa emas ekan. Vaqt o'tdi, orada ancha yillar o'tdi. O'sha Bunyodkor stadionining qurilishini haqidagi foto seriya asarlarini ko'rganimda og'zim ochilib qolgan. Chunki avvalambor buni har bir haligi armaturani bir-biriga to'qishdan boshlab, keyin unga beton quyishlar-yu, o'sha joyda ishlagan shijoatli mehnatkash o'sha ishchilar-yu, ularning obrazlari, ularning qilayotgan ishlar hammasi bosqichma-bosqich mana shu epopeyada ko'rsatib berilgandi. Bu avvalambor tarixni sallomasi. Mana bugun o'sha kunlar tarix bo'lib qoldi. Abdug'ani akaning yaxshi odatlari bor. Doim shaxslarni, o'zlari shaxs deb bilgan odamlarni, bir ijodkor deb baholagan insonlarni hayotiga befarq emaslar. Albatta o'shalarning har bittasini hayotidan lavhalari bor. Har bittasi ularni o'sha o'zlarini o'sha baland haligi ko'p qavatli binodagi ustaxonalarida bo'lgan, kazo insonlarni shu ustaxonada Abdug'ani aka bilan suhbat qilgan. Bir paytlar o'sha biz sevgan shu vatandoshimiz Muhammad Yusuf qazo qilgan paytlarida Muhammad akani ruhlarini shod etish uchun bizga Vazirlar Mahkamasidan topshiriq bo'lib tushgan edi. Ya'ni o'sha yashagan o'sha 9 etajli domda yashar ekanlar. O'sha domni oldiga lavha, esdalik lavhasi qo'yish. Vaholanki ishonasizmi, bir Muhammad akani haqida ishlangan birorta asar topa olmadik. Kimga murojaat qilishni bilmaymiz. Keyin bildikki, Abdug'ani akada Muhammad Yusufga bag'ishlangan целый katta seriya asarlar bor. Yaxshi asarlar, foto asarlar. Ana o'shalarni ko'rib hayron qoldim-da, yaxshi ham shunaqa inson bor ekan, yaxshi ham shu inson o'sha paytlarda bu insonni daholigiga o'sha paytlar tirikligida baho bergan. Abdug'ani akani qariyb bir 15 yildirki shu fotografiya olamida men taniyman. Ijodiy ishlar orqali tanishib borganman. Ko'proq o'qishga harakat qilganmanki, o'zimning ham foto rassom sifatida o'zimning ijodiy ishlarim o'qishning e'tiboriga tushishga, o'qishiga yaqin borib kelganman. Mana 15 yil davomida dastlab o'qishini foto rassom sifatida bilgan bo'lsam, so'nggi yillarda uni o'zbek millatining bir yorqin vakili sifatida, o'zbek millatiga xos inson sifatida bilib boryapman. Ko'pchilik jihatlaridan bittasida ruhiy holatlari, kayfiyatlarini ham chiqishlarida ko'rib boraman ko'p holatlarda. Abdug'ani akada ochiqlik bor. Abdug'ani aka nega buni gapiryapman? Mana shu O'zbekiston badiiy akademiyasi huzuridagi badiiy ijodkorlar uyushmasida biz foto rassomlar sho'bamiz bor. Bu sho'bada mana qariyb har oyda bir 30 kishi atrofida 25 kishi to'planamiz. Bu yerda o'zimiz ijodiy ishlarimizni muhokama qilamiz. Shu yig'ilishlarda ko'p holatlarda aynan Abdug'ani aka nihoyatda katta chiqish qiladi. Qo'rqmasdan turib tanqid qiladi. Sog'lom tanqid qiladi. Bo'lmaydigan ishlarni bo'lmaydi deydi. Yoshlar kelsa ishlarni londa yuzlariga aytib beradi. Mana bu ishning mana shunaqa kamchiliklari bor deb. Faqatgina silliqlab bu insonga yomon ko'rinib qolay demaydi. Bu bilan bu fotografiya san'atiga orqali o'zbek san'atiga, balki o'zbek madaniyatiga o'zining bir hissasini qo'shib boradi Abdug'ani aka. 1953-yilda Navoiy viloyatining Navbahor tumanida yashovchi Abdujalil ota va Zavra aya xonadonida tug'ilgan Abdug'ani Juma
moddiy tomondan to'kin sochin, farovon oilada katta bo'lmasa ham, ma'rifatli oilada tarbiya topdi. Yaratguvchi uni beqiyos iste'dod bilan siyladi. Elimizning ardoqli farzandi, O'zbekiston xalq shoiri Halima Xudoyberdiyeva ta'biri bilan aytganda, ko'rinmasni ko'radigan ko'z Abdug'ani bo'lib yetishdi. Keyinchalik fotojurnalist sifatida nom qozondi. 40 yildan ortiq vaqt mobaynida foto musavvirlik bilan shug'ullanib, Yaponiya, Xitoy, Koreya, Hindiston, Germaniya, Lyuksemburg, Italiya, Fransiya, Daniya, Rossiya, Qozog'iston davlatlaridagi foto ko'rgazmalarda qatnashdi. Xalqaro foto tanlovlar g'olibi, bosh mukofotlari sohibi bo'ldi. O'tgan yili sentabr oyida fransiyalik bir kolleksioner meni topib keldi. Bu ko'rgazmamda bir portretni ko'rib sotib olaman degan ekan. Ular aytib, yo'q, sotilmaydi bu ko'rgazma deyishgan ekan. Ulug'larimizdan bir 13 kishining portretini bergandi. Bu yerda ko'rib qolibdi, ma'qul. Shukur Xolmirzayev portretini olaman deb turibdi. Keyin ular telefon qilib menga aytdi, tezda yetib kelishdi. Unga o'zbek tipaji obrazlari kerak ekan. Uni kimligini bilmaydi, unga farqi yo'q, u kolleksioner. Shunda ko'rsatdim, 4 ta portret sotib oldi. Qarang, Shukur Xolmirzayev portret boshqa varianti, Bahodir Yo'ldoshev rejissor, bu ham boshqa portret, bir ona portreti, o'zbek onasining portreti va jahon chempioni Ruslan Shagayevning portreti. Qarang, 4 talasi ham bu plyonkani olmay qo'yganimizga 20 yildan oshib ketdi. 4 talasi ham negativda. Ana kolleksioner biladi. Ya buni ustiga aynan shu plyonkada olinganligini ham biladi. Men ko'p kuzatganman. To'yga boradimmi, o'tirish davriga, gurunga boradimmi, yig'ilishga boradimmi, majlisga boradimmi, Abdug'ani yelkasidan fotoapparat tushmaydi, birinchi. Ikkinchi, hech qachon osuda o'tirmaydi. Hamisha atrofda nimanidir qidiradi, nimanidir izlaydi va nimanidir topsa, qanaqa holatdan bo'lishidan qat'iy nazar albatta joyidan turib ketadi. Bitta misol keltiraman. Shu kunlarning birida Odil Yoqubovni ziyorat qilgani bordik. Odil aka borsak, Odil akaning oldida mehmonlar bor ekan. Biz ham davraga qo'shilib, dasturxon atrofida yosh o'g'illarning, yosh ulug'larning so'zlarini, suhbatini tinglab o'tirdik. Abdug'ani ham o'tiruvdi. Bir mahal u yoqqa o'tadi, chiqillatadi, bu yoqqa o'tadi, chiqillatadi. Endi Odil aka uni nima qilayotganligini sezib turibdi, jinday asabiylasha boshladi. Keyin gap orasida Abdug'ani dedi, ko'p xalaqit beryapsan, o'tirginsan dedi. Xo'p, Odil aka xo'p dedi-yu, yana aylana boshladi. Aylanaverdi. Oxiri Odil akaning jahli chiqib ketdi. Juda qattiq jahli chiqdi ekan. Deb qattiq so'kvordilar. Shunaqa shu paytda bir Abdug'ani xursand bo'lib ketdi endi, bir xursand bo'lib ketdi. Dedi ustoz dedi, men dedi otamdan dedi judo bo'lganimga ko'p yillar bo'lgan. Mana endi siz menga ota bo'ldingiz. Men otamni haqiqiy qiyofasini hozir mana shu yerga muhrladim dedi. Odil aka, muhrlamay battar bu deganday qilib o'tirman yerga dedilar va ana shu surati Odil Yoqubovning kimligini, uni ko'zidagi, uni yuzlaridagi xuddi suhbatlashib o'tirganingizdek o'sha jasorat, o'sha donolik, o'sha sharq oqsoqollariga xos bo'lgan bir oqillik, o'sha Abdug'ani olgan ana shu suratda to'laligicha o'sha portret, o'sha xarakter bitta kitobda edi. Abdug'ani aytdilar-ku, Odil Yoqubovni zo'r rasmlarini olgandim, olib borib berganimki shunday ko'rib, tur hayratlanib, o'sha kuni maosh olgan ekanlar. Shu bir oylik maoshlarini berib yubordilar. Men hech bu gapingizga qo'shimcha qila olmayman, inkor ham qilmayman. Chunki Abdug'ani juda ko'p suratlarni olgan Odil akani. Ammo bunaqa suratini Odil akani o'zi ham tan olgan, bunaqa suratini ko'p chiqqan emas. Umuman meni nazarimda rasm olish fotografning eng katta san'atkorligi o'sha lahzani topa bilishda, insonning xarakterini. Umuman nimaniki olmoqchi bo'ladigan bo'lsa shu lahza, ya'ni lahzalarni tarixga aylantira olishida. Chin fotograf shu yerda o'zini ko'rsatadi, chamamda. Fotograf uchun shunday holatlar bo'ladiki, makon ichra lahzada u o'zini syujet bilan yaxlit ko'radi. Kerakli soniyada yashin tezligida tugmachani bosib ulgurishi kerak. Shu soniyaning bir bo'lagi fotograf uchun yaratish lahzasidir deganida 20-asrning mashhur fotografi Andre Cartier-Bresson. Abdug'ani Juma shunday
yaratish lahzasini vaqtida tuta olgan ijodkor bo'lib yetishdi. Hamma Abdulla aka bo'ladimi yoki Erkin aka, Odil Yoqub bo'ladimi yoki kazo O'tkir Hoshimov, ko'p yozuvchi ijodkorlarimiz yoki rassomlarimiz bo'ladimi. Har bitta rassomga qanaqadir munosabat bildirib, o'shani tarixga muhrlab qo'ygan asarlari bor. Bu tomondan menimcha hozirgi kunda Abdug'ani aka yagona bir fotorassom bo'lsa kerak. Mana Ortiq aka Fayzullayevga bag'ishlangan mana O'zbekistondagi yagona bir yog'och o'ymakori, O'zbekiston xalq rassomi, O'zbekiston Badiiy akademiyasining haqiqiy a'zosi akademik ustozimiz ana o'shalarga bag'ishlangan ham juda ham katta turkum ko'p asarlarni yaratgan ekanlar. Mana shu asarlarni mana shu O'zbekiston Badiiy akademiyasini Akademiya galereyasida bir necha marta ko'rsatdik. Ularni ijodiy kechalarini o'tkazganda mana shu asarlardan foydalandik. Umuman bilasizmi, aytmoqchi bo'lgan gapim, avvalambor mana shu O'zbekiston Badiiy akademiyasini rassomlar uyushmasida mana shunaqa bir ijodkor bo'lishi, bir fidoyi insonni bo'lishi biz uchun bir baxt. Chunki vaqt o'tadi. Vaqt hozir ayniqsa suvni singari o'tib turibdi. Lekin mana shu vaqtni abadiyatga daxldor qiladigan mana shunaqa rassomlarimiz bo'ladi. Abdug'ani akaga o'xshagan. Shuning uchun Abdug'ani akani borligiga shukr, Abdug'ani akani ijodini borligiga shukr. Ularning shijoatlari bundan-da oshib toshsin, kamaymasin avvalambor. Chunki doim yangi bir g'oya, yangi bir fikr, yangi bir proyekt bilan masalan suhbat qilamizda. Men hayron qolaman shu endi o'zlari bilan tengdoshlar orasida bunchalik shijoatni, bunchalik fidoyilikni hammada ham ko'rib o'rmaymiz. Shuning uchun men o'ylaymanki, hozirgi paytdagi o'sha yetuk fotorassomlar orasida Abdug'ani Jumayevni o'zini juda chiroyli va katta o'rni, salohiyatli, salobatli o'rni bor. Meni to'g'risi aytganda fotoijodkor sifatidagi, fotorassom sifatidagi baxtim nimada? Mana shu yerda turgan mana nechta haligi anaqalar qutilar bor. Ichi to'la negativ. Bularni hali ro'yobga chiqarishim kerak. Men bu narsalarni mana bularni tayyor anaqa ishlar tayyorlangan. Sandiqlar hammasi. Mana bu yoqdagi sandiqlarda ichi to'la. Bu yerda katta sandiqlar to'la. Bunda kimlar bor? Hani ko'pchilik asosan o'tib ketdi. Bizning ulug'larimiz, millatim, xalqimda jon fido qilgan, jon kuydirgan ijodkorlarimiz, olimlarimiz portretlar. Bunisi shunchaki portret emas, ular badiiy obraz. Buni xalqimiz ertaga ko'rish kerak, bilish kerak. Bundan keyin ana shu negativlarning qadr qimmati aynan sun'iy intellekt davrida kuchayib ketadi, oshib ketadi. Bu shak shubhasiz shunday bo'ladi. Baribir tabiiylik odamga yoqadi-da. Xalq tilida tabiiylik deydi-da buni. Fotografiyada bu realistik obraz deymizda. Hech qanaqa yasamalik, boshqa narsa yo'q. Mana ba'zida shu suratlar juda chiroyligidan zerikib ketasan. Mukammalligidan zerikib ketasan, chunki bu ba'zi bir nozik his qilinadigan, ya nozik ko'z bir chuqur anaqalar bilan, nafaqat ko'z bilan, o'sha ko'zni o'rtasidagi ko'z bilan ko'riladigan narsalar anaqadan topishida qiyin bo'ladi. To'g'ri, men ham ko'plab manzaralar oldim, portretlar keyin oldim shu. Lekin meni boshqalardan bitta farqim bor. Men o'sha manzaralarni, portret qilishlarni avvalgi usulini yaxshilab o'zlashtirgan bo'lganman. Raqamli fotografiya foydalanganda ham o'sha usullarga suyanib, iloji boricha o'shanga yaqinlashib ishlaganman-da. Bu ba'zi birovlar ko'rsa, "Ey Abdug'ani, bu plyonkami?" deydi. Ko'rasiz, farq darrov seziladi. Undan keyin bitta narsa aytaman. Manzara portret olayotganda hamma yoqqa chiqillatib yugurmayman. Bitta kadr olaman. Siz bitta to'xtamga kelishingiz kerak. Mana shu nuqta. Balandligi, pastligi, o'ngga chapi yoritilgan yoritishda yo'nalish, tamom. Fotorassom yoki foto san'atkor ko'cha-ko'yda, to'y tomoshada, sharta chiqillatib rasmga tushiradigan oddiy suratchi emas. U kunlar, hatto oylar davomida o'ylab, qayta o'rganib, kuzatib, undan keyin asar yaratadigan ijodkor.
Fotografiya sodir etilayotgan voqelikning real inkosi. Unda voqelik barcha jihatlari bilan rangi ro'yi, jozibasi, ichki qarama-qarshiliklar va bog'liqliklari, detallarning o'zaro munosabatlari, holat va kayfiyatni aks ettiradi. Shuning uchun ham hozirgi zamon fotografiyasida fotograflarni lahzaning tarixchilari deb atashadi. Abdug'ani Juma asarlarini ko'zdan kechirgan yetuk adib Xurshid Do'st Muhammad Abdug'ani Juma jasoratli, topqir va fidoyi foto mergan, foto snayper. U har qanday obyektni o'ziga xos nuqtadan suratga oladi deb bejizga ta'riflamagan. Yana bitta surati bor. Bu Shukur Xolmirzayev portreti. Shukur aka yaxshi bilardik, paparazzi chekishda ancha mashhur edilar. Shu ulab yuborardilar ko'pincha va bir gapga tushib ketgan paytda bir tortib qo'yardilar sigaretni. Shu o'zi sigaret yonib kuli osilib tushadigan paytgacha kelardi-da. Shu Abdug'ani olgan suratni qarasangiz, hayajonlanib turasiz-da. Hozir tushib ketadi kuli. Hozir tirsakka tushadi. Changib ketadi. Nima bunchalik turibdi? Mana shunaqa odamni shu bevosita Shukur Xolmirzayevni o'sha paytda gapirayotganini eshitib turibsiz-ku. Shu narsa yana paytda sigaretni haligi kuli ham engashib, xuddi tizzangizga tushadigandek bir holatni, shu hayotni ichiga olib kiradi. Masalan, uni bir qancha suratlarni olish mumkindir. Yoqayapti, o'chiryapti. Lekin ana shu yerda Shukur akani shunday qo'liga ushlab, mana shunday qilib qarab turib gapirayotganligini o'zida endi bir dunyo bor-da. Yoshi 60 dan oshayotgan adibni kimligi, uni ichki dunyosi shunday ko'rinib turadi-da. Oddiy suratchi bilan foto san'atkorni, foto ijodkorni farqi bormi? Ya albatta-da. Ya men hozir farqi bor, juda katta farq desam o'zim maqtayotgan bo'laman. Lekin aslida shundayda. Nima qilamiz? Iloji yo'q. Hozir hammani qo'lida fotosurat, fotoapparat, haligi student boshqa deysiz, chiqyapti. Ye? Unga qara deydi. Ye deydi, zo'r chiqaryapti. Sen talantsan deydi. Shu kuni yo'q bu izlanishdan to'xtaydi, chiqillatib ketaveradi. Men bir zamonda shunday fotosuratlarga chiqillatma degan nom qo'ygandim. Yana bir qiziq ish bo'ldi, bir o'zimizni do'stlarimiz, professional do'stlarimiz, shu zo'r ijodkor do'stlarimiz haligi Photoshop paydo bo'lganda, ular haligi birdaniga o'sha Photoshopga o'tirib olishib, o'rganishib olib, allambalolar qilib keldida. Bir kun bir majlisda aytdim. Og'aylar, kelinglar buni fotografiya emas, photoshopografiya deb ataymiz dedi. Haligi o'rtoqlarim bir ikkitasi to'xtatdi shu ishni. Bu sun'iylik nimaga kerak? Bu quruq haligi nima deymiz, yaltiroqlik, buni mana qarang, bir qarashda chiroyli ko'rinadi, bir qarashda go'zal, osib qo'yasiz. Ko'rgazmalarda qilamiz, lekin esda qolmaydi. Esda qoladigan narsa haqiqiy san'at. Fotografiya umuman tushunmaydigan odamlar keladi, qaraydida, tomosha qilib yuradi. Deydi. Qaraydida, keyin tushuna boshlaydi. San'at aslida mana shu odamda ichki bir tuyg'ularni uyg'otib, ichki sezimlarni uyg'otib, uni san'atni tushunishga o'zi tortadi. Umuman ko'rmagan, tushunmagan narsasini tushuna boshlaydi. Chunki ichki sezgilarni uyg'otadi. Sizning ijodingiz meni vatanga bo'lgan muhabbatimni oshirdi. Ijod, vatan, yurak. Bularning hammasini ijodingizda chuqur falsafa bilan bergansiz. Sizning ijodingizni kuzatib, Isfandiyor Haydarovni, Ro'zi Choriyevni va butun boshli vatanni ko'ryapman. Ushbu fikrlar rang tasvirchi Rahimjon Rizamuhammedovning Abdug'ani Juma asarlaridan olgan taassurotlari edi. Yoki nahotki oddiy tosh yoki hasta, tomchi yoki yaproqda shunchalar takrorsizlik, shunchalar ko'ngilga yaqinlik bor bo'lsa deya hayratlarni behudaga qog'ozga tushirmagan foto musavvirning ijodidan ilhomlangan shoir Salim Ashur. Demak, Abdug'ani Jumaning suratlarida xuddi dengiz to'lqinlaridek hayot go'zalliklari mavjlanib yotibdi. Uni his etmoq uchun qalb ko'zlari bilan boqmoqning o'zi kifoya. Abdug'anini men juda uzoq yillardan buyon taniyman. Aniqrog'i bu talabalik yillariga borib taqaladi. Abdug'ani o'zi asli kasbi nuqtai nazaridan tamomila boshqa sohani odami.
u Politexnika universitetini bitirgan. Lekin shu o'qib yurgan paytidayoq o'qish jarayonida ham o'qish bilan birgalikda shu foto san'atiga mehr qo'ygan va shuni chuqur o'rgangan. Oxir borib o'zini asl diplomda yozilgan kashfi ham chetda qolib, bu sohaga o'tib ketgan odamlardan bittasi Abdug'ani bo'ladi. Buni eslayotganligim sababi sohaga qiziqish xuddi mana shunday bo'lsagina odam o'zini maqsadiga erishadi shekilli. Chunki cho'ntakda diplom bo'lishi mumkin, turli mukofot ham bo'lishi mumkindir. Ammo agar shu kasbga mehr bo'lmasa, muhabbat bo'lmasa va o'zini bag'ishlamasa, demak maqsadga yetish qiyin bo'ladi. Taniqli foto musavvir, foto san'atkor Abdug'ani Jumaning ijodiyoti nafaqat mamlakatimiz miqyosida, balki dunyo miqyosida ham keng e'tirof etilgan. U bir necha xalqaro tanlovlarning g'olibi bo'lgan. Mamlakat miqyosidagi ko'rik tanlovlarning g'olibi. Shaxsiy ko'rgazmalari mamlakatimiz miqyosida viloyatlarda, Yevropa va Osiyo mamlakatlarida o'tkazilgan. Xalqaro fotografiya ustalari federatsiyasi a'zosi, respublikada xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi unvoni bilan taqdirlangan va juda ko'p joylarda shaxsiy foto ko'rgazmalari o'tkazilgan judayam talantli noyob iste'dod sohibi. Bugungi kunda ana shunday noyob iste'dod sohibi tasvirga tushirgan bir necha noyob fotolar santiq bo'lib uning bor yo'g'i 2 xonali ustaxonasida iqi holatda saqlanyapti. Demak, ana shu noyob asarlar bugun ijodkorning 2 xonali ustaxonasiga sig'mayapti. Mamlakatimiz miqyosida prezidentimiz tashabbuslari bilan bir necha taniqli shaxslarimizning ijod maktablari tashkil qilindi. Adabiyot, san'at vakillari. Endi shunday kelib chiqib aytish kerakki, bugun nazarimizda taniqli foto musavvir Abdug'ani Jumaning ham ijod maktabi, galereyalari, muzeyi va ustaxonasini tashkil etish fursati yetdi nazarimizda. Agar ana shu xayrli ish amalga oshirilsa, bugun sandiq bo'lib saqlanayotgan fotoplyonkalar va rasmlar ana shu muzeyga, xalqimizga va xorijdan kelayotgan mehmonlarga taqdim qilinishi mumkin. To'g'ri, bir paytlar Toshkent shahar hokimligi mutasaddilari Abdug'ani Jumayevni ustaxonasini, muzeyini tashkil qilish bilan bog'liq harakatlar boshlaganda nimagadir musavvirning o'zi unga uncha xohish bildirmagan. Lekin bugun ham kech emas. Agar bugun yana mutasaddilarimiz va bevosita adabiyot, san'at bilan bog'liq shu sohaga mas'ul bo'lgan mansab egalari Abdug'ani Jumaning muzeyi, galereyasi va ustaxonasini, ijod maktabini tashkil qilish ishlariga bosh qo'ysalar, bu nafaqat musavvir Abdug'ani Juma uchun, balki shu sohaga qiziqqan xalqimizning vakillari, ayniqsa o'sib kelayotgan yoshlar uchun juda katta hayot va ijod maktabi bo'lar edi. Bundan 15 yil, 20 yil joylarida xuddi shunday ishlar bo'layotibdi. Ana shunday hurmatga
va e'tibor qilishimiz kerak bo'lganlardan bittasi endi to'g'ri aytdingiz, Abdug'ani Juma bo'ladi. Dunyoni juda ko'p mamlakatlarida fotograf deganda, o'zbek fotograflar deganda Abdug'ani Jumani nomi birinchilardan bo'lib tilga olinadi. Ko'rgazmalari juda ko'p bo'lgan. Yana bir fidoyi jihati shundan iboratki, deyarli 10 martaga yaqin mamlakatimizda mustaqillik bayramlari munosabati bilan ana shu ulug' kunlar arafasida foto ko'rgazmalar zalida juda katta o'zini shaxsiy foto ko'rgazmasini qilgan. Mana shunday insonlarni aytaylik uy muzeyidir yoki masalan boshqasidir qiladigan payt ana endi keldi. Endi Abdug'ani Juma bor yo'g'i fotografda, uni e'tiborga olib bo'ladimi? Ya'ni bizni fotografiya sohamiz xalqimiz ichida, ziyolarimiz orasida ham bir fotograf deydi. Ya bepisandlik bor. Agar Abdug'ani Jumani ijod maktabini olsa, deydi, o'zi fotograf deydi. Ya sizni yaxshi ko'radi, hurmat qiladi, sizni maqtaydi, lekin xayolda o'tadi. Men deydi, rassomman, yozuvchiman yoki shoirman. Men zo'rman-ku, katta ijodkorman deydi. Hammasi hozir katta, hamma katta. O'shanda g'ash keladi. Ba'zida men o'ylayman, birovlar g'ashini keltirmasdan jimgina yurayindan deb qo'yaman-da. Ijod maktabi kerak va uni boshqacha bir shaklda berish tarafdoriman-da. Mana qarang, mana kichkina torxonada o'tirib ko'ryapmiz. Bu tor, bu odamning ijodini ko'rsatish uchun. Bu odamni agar to'g'ri mana foto uyimiz bor, uni ko'rgazmalar qilib turadi, lekin bu odamni har bitta yo'nalish bo'yicha alohida darslarni qilsa bo'ladi. Muzey galereyangiz bir chekkasiga o'ziga ustaxona ham ochish tarafdoriman. Chunki ustaxonani ham kirib ko'rish kerak bolalar. Tayyorlanish jarayoni bor, boshqasi bor. Mana shularni ramkaga solishni o'zi ham bir haligi. Bir maktab bo'ladi bolalarga. Qanaqa ramka, nimasi, qanaqa qilib soladi? Va sizda aytgan muzeyingizda ham juda yaxshi galereya. O'sha bir butun bo'lsa, juda agar bu g'oyangizni qo'llab-quvvatlagan holda qo'shimchasini shuni aytganim holda kerak. Nima uchun? Masalan, o'zi o'sha kuni bo'lmasligi mumkin. Lekin bitta odam shuni eshigini ochib chiqib taklif qilsa, bolalar hech bo'lmasa o'sha siz aytayotgan galereyani ham men bo'lib janrlarga bo'lib qo'ygan bo'lardi. Masalan, foto reportajni o'tyapmiz deylik universitetda. U yerda 2 soat ma'ruza qilgandan ko'ra bolalarni olib borib fotogalereya, ya'ni foto reportaj qismini, bunyodkorlik epopeyasi bor bu kishida. Foto reportaj bor, bunyodkor epopeyasi. Mana kitobga ham berganmiz. Demoqchimanki, mana shuni o'zini o'sha yerda borib 1 soat o'tirib aylanib, bolalar har bittasiga termilib, har bitta detalini ko'rib, qanday qilib tushirganini aniqlolmasa o'zidan so'rab, bu dars o'tish bilan 1 soat 2 soatlik ma'ruzaning katta farqi bor-da. Galereyasi bilan, ustaxonachasi bilan, keyin muzey bilan qilsak, 2 qo'llab men ko'taraman qo'yaman. Bunaqa insonlarni qilgan mehnati hayot bu odam jurnalistika, fotojurnalistikani, fotorassomchilikni afsonasi bu odam. Uni o'lgandan keyin aytish kerak emas bu gaplarni. U tiriklik paytida aytish kerak, shuning uchun qadriga yetish kerak. Fotomusavvir Abdug'ani Jumaning tabiati qiziq. U kishi 20 va 21-asrning juda ko'p mashhur va taniqli shaxslarini, rasmlarini, portretlarini olgan. Yaratganda ham noyob holatda, juda kamdan kam shu ijodkorning qiyofasini ochib berishga uringan fotograflar eplay olmagan ishlarni bajargan. O'sha taniqli shaxslar bilan nihoyatda yaqin munosabatda bo'lgan. Lekin tabiatning qiziqligini qarangchi, Abdug'ani Juma o'sha mashhur shaxslarimizni birortasi bilan rasmga tushmagan. Bu ham Abdug'ani Jumaning tabiatiga xos bo'lgan, o'ziga xos bo'lgan jihatlaridan biri. Juda ko'p odamlar katta mansablarga erishish uchun eshitma-eshik chopib yurganlari bor. Lekin Abdug'ani Juma ularning toifasiga mansub emas. Chunki u ijod qilish uchun dunyoga kelgan. Kadr bilan sizning orangizda bog'lanish bo'lishi kerak, deydi Abdug'ani Juma. Odamning ruhiy olami, kayfiyati, holati muhim nuqtaga jamlangan jarayonnigina suratga tushira olish mahoratli foto san'atkorning qo'lidan keladi.
Bugun sun'iy intellekt kuchaygan paytda fotograflarning mavqeyiga putur yetishi mumkin degan qarashlar borgan sari kuchaymoqda. Chunki zamonaviy texnologiyalar juda ko'plab kasb egalarining vazifasini bajarishga kirishdi. Demak, bunday vaziyatda har bir kasb egalari o'z ustida tinimsiz izlanishlari talab etilganidek, foto musavvirlar ham bundan mustasno emas. Gapingizda bir jon bor. Men o'zbek millatini vakili sifatida chiqsam, albatta foyda keltiraman ko'proq. Sekin-astada shu yilning o'zida qarang, men tarzda quvondim. Shu davlatimiz rahbari Andijonga borganda bizni akademiya raisi Akmalnurhan bo'lgan ekan. Shu yerda san'at festivalini o'tkazinglar debdi. Bitta katta mukofotni men beray debdi. Bu masalan kitobxonlarga konkursda mashina unga mana bizgacha ham keldi. Shunda mana ishtirok etishga tayyorgarlik ko'ryapmiz. Mana qancha ishlarni tayyorlab qo'yibman mana. O'sha anaqalar bularni tayyorlayapman. O'shanda ishtirok etaman. Bu yerda faqat mana haykaltaroshlik, rassomlik, grafika rassomlik va foto rassomlik 4 ta yo'nalish bo'yicha. Bu har 2 yilda bir bo'ladigan bo'pti. Bu katta ahamiyatga ega. 1953-yilning qorli sovuq qish kunlarida tug'ilgan Abdug'ani Jumani va uning volidai muhtaramasi Zavra ayani ot arabada tug'ruqxonadan uyga olib qaytayotgan Abdujalil ota keyinchalik bu chaqaloq elning olqishini oladigan Abdug'ani Juma bo'lib yetishini xayoliga keltirganmi yoki yo'qmi? Ammo yaratganning inoyati bilan Abdug'ani Juma dunyoning turli mamlakatlarida o'tkazilgan xalqaro ko'rgazmalarda qatnashib, nufuzli mukofotlar bilan taqdirlandi. Elning duosini oldi. Nafaqat ota-onasi va tug'ilgan qishlog'ining, balki ona O'zbekistonning nomini jahonga tanitdi.